Jami dollarga hisoblaganimizda 28 ming dollar pul yig'dik. Bir umr şu balalarim bilan, xo'jayinim bilan umrimda oxirigacha, oxiratgacha doim qo'lim mana shunday duoga bo'ladi. 100 milyon. Bu Xudoyim sizga berdi buni. Mana bu 200 milyon. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Jami 267 milyon so'm pul yig'dik. Kartalarimizga tushgan pulimiz. Buning ichida bitta Namangan akamiz ham 1000 dollar pulini bizga jo'nata olmasdan kartaga 13 milyon qilib tashlab berdi. Shu jami 267 milyon pul yig'dik. Rahmat. Endi opa, mana bu yerda bizni har hafta 500 dollardan Toshkentga ajratadigan hoji onamiz bor. 500 dollar. Toshkentdan bir doktor akamiz 500 dollar ajratdi. Keyin yana bir akamiz Toshkentdan 500 dollar ajratdi. Yana bitta akamiz 1000 dollar ajratibdi. Mana 3 ta 500 dollar, 1000 dollar. Bir tadbirkor akamiz 8 milyon berib yuborgan. Buxorodan bir akamiz 5000 dollar berib yuborgan. Mana uyingizga bemalol yetdi, bola chaqalaringizga ham hamma yo'g'ingizga ham yetadi. Rahmat. Xudo xolasa. Kecha ozgina siz qo'rquvda nima dedi, endi menga pul qilib beradi deb ayol kishi miskinga tushib sal qiynalib, shunaqa mahalla ham qo'ldan kelgancha yordam berib turgan ekan. Voy shirin toyim mana. Mana 5000 dollar. Jami 7000 dollar, 7500 dollar, 267 milyon so'm. Dollarga hisoblaganimizda 28 ming dollar pul yig'dik. Tushundingizmi? Mana bu chekiz. Hammasini cheklari mana. Bu sizniki omonatingiz. Kartaga tashlagan 5 ming, 10 ming kim bo'lishidan videoni tarqatgan hammasini bir duo qiling. Siz duoyingiz ijobat. Şu kimler şu ihsanlarga mana shu ihsonni chiqargan mesela balalarning huzur alovatini ko'rsin. Mendan qaynmasa Allohimdan qaytsin. Bir umr şu balalarim bilan, xo'jayinim bilan umrimda oxirigacha, oxiratgacha doim qo'lim mana shunday duoga bo'ladi. Shavkat akajon, sizga ham ming qulluq, umringiz uzoq bo'lsin. Bola chaqangizda huzur halovatini ko'ring. Mana shu ishingizda barorini Allohim oxiratgacha bersin. Allohu akbar. Mana shu yerda mana guvohlik, biz videoga olib qo'yamiz buni ham. Mana shu pulni sizga topshiramiz. Chunki buni ertaga qo'shni kirib qilishida siz mana shu yerda vakil bo'lib turasiz. Bizga telefon qilib, telefonda aloqada bo'lamiz. Bularga uy olib berib, qanchaga uy olib berganingiz, imkon bo'lsa mahallani ham bilan sherik qilib, o'rtada guvoh tursin. Mana shu odamdan mana shunchaga uy oldik. Shunaqa qilinglar, iltimos aka, sizlar ham. 7,5 ming dollar, so'm 267 million. Mana hammasini yozib qo'yganmiz. Shuni bitta o'tkazib oling biz guvohligimizda. Ertaga manaqa kam bo'lib qopti, manaqa hammasi. Shavkatjon, biz sizga ishonamiz. Bo'ldi. Toshkentda bolalarga hammasiga er-xotin hammasiga oyoq kiyim, ust-boshlar jo'natish, o'yinchoqlar, kiyimlar juda ko'pchilik, bozorlar, un, yog', bozorlar, dasturxonlar, mana dasturxon ham jo'natishibdi mana. Yangi dasturxonlar muborak bo'lsin. Hammasini hamma ehson qilganlardan, videoni tarqatganlardan, biz bilan yelka-melka turganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Kelasi payshanbalarda ko'rishguncha hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Taqdirimga bitgan yorim, men Allohdan kutgan yorim, baxtni desa shu iqrorim, ayolingda sabr bo'lsa, farzandlarga mehr tutar, hayot dardini ichga yutar, jannatda ham